gapirmang menga. Siz endi o'zingizdan ketdingiz. Hozir akam chaqiraman. Boshqa ilojim qolmadi. Nima qildim mana akang aytma. Hamsa, tez keling. Xotin akasini chaqiryapti. Urush bo'ladi hozir. Nimaga ketdi xotiningiz? Shart o'ynadi, kallasi yashirtdi. Xotin bilan kalla chirtib ketdi. Ha, endi akam chaqiraman deb ketdi. Ha, nimaga qo'rqasiz akasidan? Nimaga qo'rqasiz? Tamom chiqqanda. Ha, shuning uchun Men yordam beraman sizga, qo'rqmang, kelaversin akasi. Mana detirasizmi? Ha, keldim deyman ana. Menga qarang Ismat aka, akam keldi. Hamma aytanishlaringizga javob berasiz endi. Kulmangan. Abu qanday xabarga? Bilmam, mayda bezorlikmi? Shak o'ydirganmi? Tushundingmi? Ayyon qan gaplashyapti. Kuyov, sanlarga nima yetishmaydi, ha? Tinch o'tirasanlarmi yo'qmi? Aytgancha, jiyan qani jiyan? Ha, hozir chaqiraman. Zokirjon! Amak, qandaqsiz? Tog'am qani? Tog'a? Tog'am, yaxshi keldingizmi? Tinchmisiz? Qani tog'angni kaka ber qani? Ya, qo'yavering. Yemang, kaka, yemang. Nimada? Kattada. Bo'k o'ylasin. Va qaralaring. Ikkalangam yomon odam ustidan kulayotgansanlar-da. Yo'q, kulmadik akajon. Men qarang, siz tanimay turibman, kimsiz? Men kuyovingiz hamsiyasimi? Siz nima birovni o'ylashga aralashasiz? Ne purchom siz? Yo'qoling. Ko'zim ko'rmay, qo'ling yo'qoling. Boring. Yo'q, meni asabim bilansan, chatoq. Ha? Asabim buzmasdan seni bilan yaxshi inoq yashang, tushundingizmi? Bo'l. Bu safar kechirmayman. Bugani ham kichkina shamol cho'qadi. Shuni esdan chiqarma. Mana berasiz ishlatang. Men ham sevib qoldim. Uchrashamiz. Mayli tog'a, sog' bo'ling. O'zi akang nima ish qiladi? Gumaga sexlari bor. Yoshladi. Axir seni turgan turmushing. Ha, teshqariga chiqibsiz. Yotsangiz bo'lmaymi uyda? He, onasini emsin uyda joy yo'q. Hamma joy pul. Siqildim uyda o'tirib. Siz nima chiqdingiz ko'chaga? Ha, biz ham shu. Uyi havosi buzilan hididan yotib bo'lmaydi. O'sirdingizmi uya? Hoy, o'sirganim yo'q. Puli hididan yotib bo'lmaydi. Shu desangiz kecha Adin Xbeta pul tikandim. 100 kayf senta. Yutdim onasini emsin. Yutganingiz yaxshi, lekin haromat tikmang, harom. Men haromat tikanim yo'q. Halola tikdim men. Halol qanday bo'ladi uni? Mana Shirali Jurayev o'g'li Botir Qodirov deb tikandim. 100 kayf senta. Haqiqatan shunday bo'lib chiqdi-ya onasini emsin. Shuni eslatmang. Men shunga tikib yutqizdim kecha. Siz nima yutqizdingiz? Chiqdi Botir Qodirov ammasiman deb. Shunga tikantimda u ammasi emas ekanda, men ammasi deb tikantim, ketdi ko'ydi. Batar bo'ling. Mana shunday tikib bering, yutqizib berasiz. Davay, men bu yerga kirdim. Siz ham batar bo'ling, ana shu pul tegida ho'p qo'ying. Bachalar ayting. Oyog'ini asga olib bersin. Abi o'zingiz ham bachalar ayting, ishtoni yirtig'ini tiksin. Oysi janonimning ko'ylagi. Ana, nimalarim keldi? Nima keldi? Arkasidan choy tasha, nimalarim keldi? Nimalar keldi? Yo'q, qiz bilan o'g'ilani bir-biriga beradi-ku nimasini. Xudolarim keldi. Yaxshi keldingiz ham xudo. Zo'rmisizlar? Rahmat, xudo yaxshi. Bu meni nimalarim. Ana bu meni kichkina nimam. Bunisi o'rtanchasi. Bu asrandi nimam. Bir apatni odam ekaningizda xudo. Hay, hazil-uzul yig'ishtiring. Maqsada o'ting, maqsada. Endi xudojon, to'y ham mana bir hafta qoldi. Shu to'yga ketdik-yo narsalarni siz aytib o'tirsangiz biz yozib olishga kelayaptik. Ha, bo'lmasa yozing. 5 kilo nima? Nima? Nima aytu? Qaynoq suv ichiga tashlanadi-ku. Ko'k choy. Ha, ko'k choy, ana bu ko'k choy yozing, ha. Keyin oti ana buncha nimasidan? To'yda o'tir nimasini kim yeydi? Nimasi edi? Nimasi? Ey. Osh ustiga qo'yiladi-ku. Qazida. Qazi, ha, ana shu. Qazi ekan, qazi. Ana shuncha yozing. Keyingisini yozing.
to'yda har bitta ayola bittadan nima? Uncha ayollar nimani qayerdan topamiz xudo? Nima aytu? Bolkit, tur yo'qan? Nima aytu? Bo'sha bog'lanadi? Ro'mol, ha, ro'mol yozing. Ha, ro'molmi? Siz bu yerda to'g'ri gapiryapsiz. Lekin meni xayolim buzilmi? Har bitta nimangizda shu kulyeradi odam. Yozing. Endi xudo asosiysiga o'tsak. Endi qizimni 20 yil onasi nima berib kattaragan? Nima berib? Sut berib. Ha, to'g'ri gapirdi. Ana shu sut berib kattaragan. Shuning uchun qalin puliga pul so'ramayman. Bitta menga qap-qara katta nima bo'lsa, men xursand bo'laydim-da sizdan. Xudojon, mandaligi qarasi bor, lekin siz o'ylagandek katta emas. Nima aytdi? Nima xayoling buzilmaysan? Mana uruyli bor-ku, nima aytdi uruyli? Jentra. Ha, qara jentra bo'lsa men xursand. Jentra? Bo'lmasa siz rostdan ham katta qara nima? Oyzli janon Bedani buzamiz deb bacham kartochka ekan. Kartochkani sotib, sani kontrang ko'yimiz qayin bacham. Davay, hammasini o'g'darasan hozir. Chuqurroq o'g'dar. Chuqurroq o'g'dar. Nima bu? Bu parik dedi. Yungingga holi ko'taversan. San holi aqling kirmadimi? Maybe. Yo'q dada bera olmayman buni. Buni kimdir kiysa yomon ahvolat tushishi mumkin-da. Nima? Buni chiqarib yo'qaman. Qaytib kiyib yotgan bo'lasan, tushundingmi? Ha, kiymang faqat dada, iltimos. Men yungingga kiymayman. Yo'qaman buni. Kiymasalar bo'ldiydi. Nima kiymang deydi buni? Oddiy yung. Kiyib ko'rsammikan ya? Bila, kiydilarmi deyman-da. Dada! O'g'lim. Dada, men sizga kiymang dedim. Nimaga kiydingiz buni? Men boshimdagi noz chichoraman bilan. Qachongacha yoshirib yurmoqchisiz bachamiz borligini? 17 yil bo'ldi, tug'animi? Ha, bir yo'lini topaman-ey. Dada, sizga shuncha paytdan beri aytmay yurgan bitta sirim bor-edi. Bugun shuni aytmoqchiman. Qanaqasi? Men olimman dada, har xil ixtirolar qiladigan olimman. Sanmi? Ha? Turga qalay, sendan olim chiqmaydi. Rostdan dada, raketalar bilasizmi? Ana shularni ham men ixtiro qilganman hammasi. Hozir yangi kashfiyot qilganman. O'ta yangi. Nobel mukofotini olishim mumkin u kashfiyotim bilan. Qanaqa kashfiyot? Odam yaratdim dada. Bizlarga o'xshagan yuragi bor, miyasi bor, qo'l oyoqlari ishlaydi, hamma narsasi. Rostdan. Ha, ko'rasizmi? Ko'rsatasanmi qay? Ana dada, bo'lam. Shu odam yaratding. Ha, tur ko'rishmaysan. Assalomu alaykum bobo. Qalaysiz, zo'rmisiz, tuzukmi? Ha, bu tuzukli odam yaratang bo'lmaymi? Bu aptiga qara. Ada, ne ajratmaysiz, ne ajdanga tegdi-yu. Ikkinchi udarim o'yligingga tegadi, tushundingmi? Dada, buni programmasi shunday bo'lib qolganda, ozgina chalas qolgan programmada. Ada, ne oldi siz? O'ldirib qo'yaman o'zim bu kastunchanga urayni. Aytdim men senga o'yligingga tegadi deb. Kimdir chaqiring, nima ayb bo'ldi bacha? Bachamiz borligini qachongacha yoshirib yurmoqchisiz? 26 yil bo'ldi bachani tug'animi? Hay, bir yo'lini o'ylab topaman. Hay. Bacham, men Amerikadagi NASA tashkiloti borki, shuning a'zosiman.